بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال المصنف رحمه الله: المسألة الرابعة: اختلفوا في من جاء يوم الجمعة والإمام على المنبر. خصوصا قن شغدا كبقاسا شكرك تحية المسجد أقوتمدو أقوتمدو bu namaz okuşuna dair kiramda kirmanda. فذهب بعض إلى أنه لا يركع تحية المسجد okumaydı dedi. وهو مذهب مالك. أبو حنيفة نمشى يعني أبو حنيفة مكروه دبريد. وذهب بعضهم إلى أنه يركع يعني بعضلا تحية المسجد أقوتته دبريد. bu Şafii ve Hanbeli mezhepleri. مستحب سنة مشغول. والسبب في اختلافهم معارضة القياس لعموم الأثر. قياس لن حديثن كي عموم مضمون ذكر قول ذلك. وذلك أن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين. حديثه متفق عليه يوجب أن يركع الداخل في المسجد يوم الجمعة وإن كان الإمام يخطب. İmam hutbu sözlayotgan chaqda bo'lsa kirib qolsa ikki rakat tahiyatul masjid o'qitishni taqozo qildi deydi. Ya'ni istihbaban, ya'ni vojib degan gap yo'q. Vojib degan hamda yaqtadi degan ma'noda tushunsin. Vojib qiladi degan ma'no emas. Buyruq ma'nosi olsa balki vojib qiladi deyish mumkin. Lekin bu vojib demak, ya'ni o'sha ikki rakat namoz o'qitadi deganlar Shafiy, Hanbali mazhabdagilar mustahab deydi tahiyatul masjid. فليتجوز فيما ينقل قلب شكرك تقصون هذا هذا من دا تحلل قلب دسمه بلكي مش بيرقتن واجب çıkıdo desemo emniyette alimla vacip dapkar mı? Çünkü ma buyruqdan namdı görünüşüdün mana icab göründü deyişim ki muallifat. Çünkü فليركع emr geldi o el-emr hakikatun fil vücub. والأمر بالإنصات إلى الخطيب يوجب دليله ألا يشتغل بشيء مما يشغل عن الإنصات وإن كان عبادة. فاستمعوا له وأنصتوا ديgan bu buyruq hech qanday narsadan mashg'ul bo'lmay jim turib anglashni ijab qiladi. Yani başka ibadet olsun sen onunla mashg'ul bo'lma. Qur'on o'qish, tahiyatul masjid o'qish, boshqa ishlarmi, balki salom qaytarish deydi, tashmitul atas Mühimler aslan meşgul bulmayan diyenler bildirdi. Ve yu'ayyidu umum hadal athar. Emir kagen delildi. Ve huve kavluhu ta'ala ve idâ kurihal Kur'an festemi'u lehu. Ansitu. Hâzâ delil ve huvel âye yucib en la yeştegile bi şeyin mimma yushgilu anil insat ve in kâne ibadeten. Ve yu'ayyidu umum hadal athar. Emde şu hadisninki umum dalaletini yana ma hadisini kuşlandırdı dedi. إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين. خفيفتين يعني بلكي أزاي كبغان بولش ممكن منه. لكن وليتجوز فيهما ركعتين وليتجوز فيهما يعني بو سي مسلم جاي عبارة شو. ما مضمون لا كبرتم. demek meyadan wal imam yaxtub da inas keldiğo mawo kuşlandırdı. Bunda ahvaldı mı okuyursa degan bo'lgan ekan. Muttafaqun alayhi hadislardagi hammasi shu Jabirdan rivoyat qilingan Münberge çıkıp oturup boğan çağda demek. Bu asas hammasi Jabirdan rivoyat qilgan hadis. Yani Ebu Said al-Hudriydan rivoyat qilgan bo'lishi mumkin. Yani 3-4 xil iborat bilan kelgan hadisdan hammasi ana shu bir hadis asli. Shu Hanifi mazhab bilan ko'z qarash o'xshamaslikda bu bir hadisda buning ahvoli munda xasta deb turibdi. Ve aktar rivayatihi anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam amara ar-rajula dakhila an yarka. Demek bu asli bir hadis mana. Lekin bunun har xil iboralardan kelgan. Ko'pincha iboralarda kirgan odamni kirgan namoz o'qiyat dedi. Agar shu odamni shunda buyurgan bo'lsa, yo'q bu mushalarning xosda degan gaplar shu yerdan chiqadi. Bo'lmasa ma umum lafzdan man dakhala falyarka degan umum lafz qanday odam bo'lsa, nechta islom bunda shu so'zni aytgancha chigan bo'lsa o'qisin deganni bildirdi. Bu uni xususiyatni da'vat qilish mumkin emas. Amma bir kishi kiribdi, buni bunda kirgan namoz o'qish buyurdi deganki, uning ahvoli bundada, kiyimi bak juldulda, Rasulullah uning ham ishorat qilib, kirgan namoz o'qib bunda
tursa haqli ko'rib buni sadaq qilamiki deb bunda degan deb buni xususiy da'vosi kirdi. ولم يقل إذا جاء أحدكم الحديث. demak ko'pincha rivoyatlarda إذا جاء أحدكم deganda bundan mukammallik. فيتطرق إلى هذا الخلاف في هل تقبل زيادة الراوي الواحد إذا خالفوا أصحابه عن الشيخ الأول الذي استمعوا في الرواية عنهم لا. Hazır bir şeyhten bir neçeylen bir hadisini rivayet kıldı. Yani birisi bir xil rivayet kılsa başka savaştaşlara başka sirak rivayet kıldı. Yani bu birisininki andasal artıqroq ya bir sözünü xatib ya sal ibaret o'xshamaydigan holatda rivayet qilganini buni qabul qilamdiq yoki ko'pchilik o'quvchilarga savoqdoshlarga kirdigan holatda o'xshash rivayet qilmagan ekan qabul qilinmaydi degan ma'nosini kelib chiqadi. Bu shuni taqishidi. Masalan bir hadisni 5 yil anglagan bo'lsa bir sahobidan deydi yoki tabi'iydan. U birisi bir xil rivayet qildi. Qolgan 4 boshqacha rivayet qilsa, ma birisininki qilgan rivayeti u chaqda shuni hisob qilamdiq yoki yo'q bu birisi unutib o'xshaydi. Va 4 yilni unutib. Fa in sahhat ziyada wajaba al-amal biha. Lekin sahih yo'ldan isbotlansa shu ziyada. Hamma raviydan hech qanday chetaq bo'lgan sahih kelibdi. Amal qilish kerak. Balki endi bunda bu birisininki shuning to'g'ri, va ko'pchilikning sal o'zgarib ketgan bo'lishi mumkin. Ehtimol bor. O chuqur ko'p odam istiqolat yerdan unutib qolgan gap yo'q. Istiqolatgan bir odam bo'lib qolsa, u boshqalardan bakrak to'g'ri chiqishi mumkin. Shuni sahih kelgandan bo'lsa, bir odam bo'lsa-mu, buning ustini olamiz edi. Fayna nasun fi mawdal khilaf wal imam yaxtub degan so'z bormi hadisda? Davomida bu talashlar doirasida nasun masalan hal qildi. Wa nasu la yajib an yu'arada bil qiyas. Nasu bo'lganiga qiyasga ko'tarib chiqsak bo'lmaydi. La qiyas la ra'ya fi mu'aradatin nas. Qiyas demaydi bu yerda cheklangan vaqtda namoz o'qisangiz bo'lmaydi degan qiyas. Lakin yushbihu an yakuna alladhi ra'ahu Malik fi hadha wal amal. Balki Imom Malik bu masalada amal Ahmadini shuni e'tibor qilib, shuni asosan bunda degan bo'lishi mumkin. Yani Madinada kishilar jamoat anda sizlar qanchada chiganlar chiqirgan namoz o'qimaydi. O'tiriblar tinchlanadi. Bunda chiqilgan bo'lsa, shuni asoslanib chiqirgan namoz o'qilmaydi. Sizlar qanchada degan bo'lishi mumkin. Lekin nima Imom Malikning nisi? Lekin Hanafiy mazhabda Imom Malik o'xshash qardiganda, Hanafiy mazhabda sizlar qanchada kirgan kishi chiqirgan o'qishi makruh dedi. Bu jumhurning bu daliliga nima deb javob qaytardi desa, şu Cabir rivayet hadisde Süleykil G'atfani kelgan dedi. Rasululloh qanchada Süleykil G'atfani keldi. Kelganki Rasulullohga qarablam ishkirga namoz o'qidimi desa, qo'yib ishkirga namoz o'qidi. Ya'ni bu ishkirga namoz o'qidi. Namoz o'qigan ekan Rasululloh jamoatni sadaq qilinglar deb buyurdi. Sadaq qilgan ekan kiyim-kechak, buni ba'zi ustidan bilan tashlaydi masalan. Undan keyin namozdan keyin u kiyimdan sadaq qilgan kiyimdan ba'zi uni. Endi ba'zi rivoyatda Rasululloh u namoz o'qib bo'lchi so'zmay jim turdi degan rivoyat bor. Mana bu mazhab buni asoslab bu namoz o'qigan chog'da so'zlanmagan. Jim turgan vaqtda. So'zlar o'qigan chog'da o'qimadi buni deb turadi. Yani Rasululloh so'zlar o'qigan, u namoz o'qiyotgan bunda ahvol bo'lmaydi demak. Yo'q, bu yerda yu'arada bil qiyas. Doğru mu ibaret hazır? فإنها نص في موضوع الخلاف والنص لا يجب أن يعارض بالقياس. Yani nas olan kim bu? Kıyasını götürüp çıkış doğramaz demek. Yu'arad bil qiyas. Ba'rifun ba'm. Yani kıyasını götürüp bunlara itiraz kılınsı bulmaydı o demek. Demek yani kıyas bilan başlasın bo'ldi so'zlardir. Uyg'urcha sizlar qiyos bilan boshlab, qiyosni ko'tarib chiqib, u nimaga e'tiroz bildirsak bo'lmaydi, qarshi chiqsak bo'lmaydi. Demak, Rasululloh o'chaqda so'zlagan. Imom Muslimning rivoyatida ja sulayki yawmul jumu'a va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qa'idun alal minbar deb ketgan. Sahih Muslimning rivoyati. Bu qa'idun alal minbar degani Rasululloh o'tirib so'zlamaydi. Bu o'tgan holatda so'zlamay, hamda so'zlash oldida, menda turgan chog'da katta shundan namoz o'qigan dedi. Lekin namoz o'qib bo'lgandan shu so'zmay turdi. Namoz o'qib bo'lgandan keyin anda so'zladi. Undan keyin namoz o'qiyotgan chog'da so'zlamagan.
صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فأمره أن يوسف ركعتين. Malum bir şeyler var. Ya muşanda aşağıdan tigi bir yani. Hazırki mesela İmam İbn Rushd degandek bir hadis tigi bir vaqalik. Lekin shunam da Abu Said rivoyat qildi, Jabir rivoyat qildi. Sahabada ikki rivoyat. U ikki sahabadan necha rivoyat qildi. Şunun rivoyatidan ba'zi rajulan dedi, ba'zi Sulaykul G'atfani dedi, Qa'idun alal minbar dedi, va imam yaxtub dedi. Hammasi bir hadis olgan ekan. Bu ashi rajulan degan Sulaykul G'atfani shu. Qa'idun alal minbar degan va imam yaxtub degan shu gap shu. Deb bunda tarqilib bu bir vaqalik. Bir vaqalikda shunda bo'lgan, lekin bu umumlikni bildirmaydi. Bu şunun ahvolida kiyimi juljul ketdi. Rasulullohning unda qarab xalqni ko'rsa, namoz o'qiyotganda o'rtirib namoz o'qiyotgan ko'rsa buni ishorat deb kiyim-kechigimda qarab sadaq beramikan deb bir rivoyatda bu nachirib o'qigan ekan, namoz ishkirga namoz o'qigan ekan, o'qigan ekan, sadaq qilinglar degan xalqni kiyim-kechagini tashlab sadaq qilgan ekan, kelgan chog'da makin ala deb keyin yana bir juma kuni kelibdi bu. Keyin o'qigan ekan, yana ahvolimni bo'sh to'g'an ekan, yana namoz o'qiyapti, keyin yana sadaq qilinglar deb beribdi. Sadaq qilinglar beribdi, xalq kiyimini tashlab o'tirsa, u sizga bitta kiyimni sadaq qilish. Rasululloh shuni hayron. Buni men kiyimni o'qlaring deb qilsam o'tgan hafta sadaq qilib ketdi. Nima fikrlab o'zini bitta kiyimni sadaq qilib ketdi degan bir hadisim bor. Demak, yani bir mazhabimda bu musulmonga xos ishdi bu. Yoki buni kiyime daraq bir kiyim kiyib qolsin deb ashuni alaydi bir to'g'ri bo'lganlikdan o'tgan, lekin normalda hamma musulmonlar bu buyurgan umumiy emasda deb turadi. Ondan bu xutbaga tanishish vojib, va ishkirkat mustahab ish, vojibni tashlab mustahabni qilmaymiz. Bu hamda o'zidan fiqh avliyat qarashi. İşkilesi ehtimalli. Bunu kesip binaz deb etkil bo'lmaydi. Ya qarşılamamni ko'ngil xotirjam bo'lgan bu cheshki sana bo'ldi. Ama burunqi xutbalar, hozir xutbaning yana farq bor. Xutba demakliklar ishkilesi xutbadagi Rasulullohning xutbasilar hozir xutbaga o'xshamaydi. Rasululloh o'tiya javomal kalim. Uzun yarım saat 20 minut elbiyadin da aldırmay vaqalik hikoyani so'zlab bunda xutba so'zlaydi. Gap muhtojlikni qilib, ikki jumla so'zni qiliblar, ana bir Qur'ondan o'qib, ba'zi oyatni, ba'zi surat qafni o'qib degan rivoyatim bor. Xutbada. Oyatni o'qib, shundan hammasi balki yig'ib ekalsa, ya 5 minut, balki uzrek kasb 7-8 minut davomlashmaydi. U chog'da Rasululloh xutbasida chirib qolgan odam bu ishkirga namoz o'qisa bo'ldi, xutba qo'ldan ketilgan odam. Faqat anlamaydi. O'zi u xutba aşağıdaki Medine'deki Müslümanların olması için İslamiyet'te bunlar din to'liqlanayotgan vaqt bo'lgan ekan, buna muhim xutba. Shu vaziyatda da aslında uzuqlanib o'qilmasa din to'liq o'zlashtirib bo'lmaydigan. Lekin hozir xutbachi bular uzun gap qiladi. Ondan 10 minut vaqt faqat anglab o'tib ketsinmi, yana to'liq yana xutbalarni anglaydigan bir nima bormi? Ondan keyin hozirgi şəraitdə məscidçisi işkirkət oxusu buldu. Qağınığa bəzi jutnan keyinimləri var. Ürbadetlere, birak bunu tutqan. Mamisilda bəzi yalda belki çırpılan işkirkət namaz oxumusunda heyran qilishi mümkün bəzi adamlar. Bizim adamda oxusa heyran qildi yoki uttaslar deb uttazib qo'yish mumkin. Bu yerda onunla takallashib, ya bu sunnat tutsa deb takallashmi faqat lag'avla qildi. Shuna qarabroq bizning qanoati bo'yicha ish qilish bulan. Qashqadaryo bo'lsa mazahumla zahardek ish qilganini qiladi-da, ishiga takizgan ketdi. Biroq katakomda. Ya tartib biroz buzib ketdi. Kechib keldi. Kechib kelgan ekan o'ylada ya sabak to'liqlangan baqada o'qib chesam 11 gapim. Lekin ko'pincha odamlar taxattır riqobni bir xil cheklangan ekan juma kunida. Hadis kelgan unda yuyinib, tartilib, ondan atri suv chiroyli kiyim kiyib, ondan boshqalar azavamay, xonning ustida otlamay, unda berib jim o'tirib tansa, unda jannat degan hadislar bor. Bu xalqning nimalardan bo'yinni atlab manash cheklangan. Mesela cuma vaqtida kimdan
Vaqtida kelgan odamni bir aram qilib, bir odamni atlab, onda safning oldiga bizak chirab, bir odamni oldidan ishkirga o'qsam, u imomni ko'ranmidi, olib tashlab qoldi. Ana sen o'tirib qopgan ruku sajdalarga u mashg'ulolab chichildi. Bu matrabni ko'z tutish kerak. Hammadan o'tirib jim tinshavasi, hech şeydan qilib namoz o'qiyotgan bu bir aramchilik. Dalillama buni ehtimolli qildi. Bir vaqamitda, bu vaqainda xasmitda ondan o'rda bilmadan tayinib turgan imom uchun so'zlamay turgan Rasululloh. So'zlab turayotgan chaqda bu namoz o'qish yo'q. Nima val imom yaxtub deyammo va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qoid degan rivoyat bo'lgan ekan sayyidista. Demak, bidan so'zlaydi unda turgan chaqda keldi degan. Rasululloh namoz o'qish taqa yani bir rivoyatda namoz o'qish so'zmay jim turib bergan degan. Mumsik anil xutbat. Unda keladi. المسألة الخامسة أكثر الفقهاء على أن من سنة القراءة في صلاة الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى لما تكرر ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. Köpçülük alimler qanda surni o'qisa bakrak afzal mustahab malki talashdat afzallik mesela istihbab yoki fazilatlik masalasi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'pincha bunda o'qitdi deb ba'zi surni mustahab afzal deb qarabdi. وذلك أنه خرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم برنج ركعة جمعة سورة أقيتة. وفي الثانية بإذا جاءك المنافقون منافقون سورة أقيتة. demak bu ikki surni bunda o'qish mustahab deb qaradi. İmam Şafii shunday deb qaragan. وروى مالك أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله عنهما ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة قال كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية وقيت جمعة سورة برنج ركعت أقوب تبت لما أخشم داجر. واستحب مالك الأمل على هذا الحديث. إمام مالك عنده مشو Cuma suresinden Gâşiye suresini okuymayız, mustahab diyenini talabdı. Ve in qara indahu bisebbih isme rabbikel a'la kana hasanan. Sebbih isme rabbikel a'la suretul a'la'nı okusumu bu mu yaxşı edip? Liannahu marwin an Umar ibn Abdülaziz. Umar ibn Abdülaziz sünnetini çoğun tutulğanlıqda meşhur teşnama. Ondan halif bitti. Bu onu kim? Bu bir xil müstahablıkını bildirdi özmeniz. Ve amma Abu Hanifete felem yuvaqqit fiha şey'en. Bunda muayyan bir surni o'qish mustahab deydigan ish yo'q. Qur'onning hammasi o'xshash surlar. Uni qo'yib bunda o'qiyga bunda qilmaymiz. Birisini belgilanish mustahab emas, makruh deb qaraladi. Va sababu fi ixtilafihim muaradatu hal al-fi'l lil-qiyas. Rasulullohning qilgan ishi bilan qiyas zidkab qoldi. Rasululloh bunda o'qitdi deb rivoyat kelishini وذلك أن القياس يجب أن لا يكون لها سورة راتبة كالحال في سائر الصلوات. beş vakit namazda kıyas kıysa. Bu beş vakit namazda birinci rekatı mani okuyumuz dediğim bunda bir muayyen bir sure evzel dediğim yok. Hem mesela okşaş esası. Uzun kısıklıkta belki vardı mesela. 50 ayet miktarı, mançı ayet miktarı etrafında bunda okuş diyen müstahaklıkta buluşu mümkün. Birinci rekatı uzunrak, ikinci rekatı kıskırak okuş bu bağ. Lekin falan surun pustan surun o'qiysan degan nima yo'q. Bekitib qo'ygan ish yo'q. Demak, hozir 5 vaqt namoziga jumani qiyos qilsa, o'sha Abu Hanifaning nusxasi chiqadi. Abu Hanifa hozir qiyos qiladi. Shu hozir shu masala shu o'xshaydi. Jumada o'qishga o'xshaydi shu. Agar bunda qavli hadislar qolsa u boshqa. Lekin fi'liy hadislar qolsa Rasululloh bunda o'qitdi. Juma kuni bomda qilgan insonni uni o'qitdi, sayyidini o'qitdi degan fi'liy bo'lsa mana o'xshash. Lekin qavli qolsa o'qinglar. Bunda fazilat degan bo'lsa, unda u boshqa kerakdir. Bo'lmasa shu o'xshash. Hozir shu anda kana degan so'zda kana yaf'alu kaza degan. Mushi muvozaba istimrar, mushi bildiramdi bildirmamdi. Hadis olimlar bu istimrar bildirmaydi deydi. Yani sahabildim bizse, kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yafal kaza deb bunda rivoyat qilinsa, davomli qildi degani bildirmaydi deydi. Balki bir aytdim, qilganini bildirdi deydi. U la yadullu muwazaba va istimrar. Balki bir qadam ustida o'qini kirib bunda qildi degan bo'lishi mumkin. Nima uchun hamda la yadullu istimrar mush masalada
Mesela manda qilib istimrar bildirishlik uchun bir yerda zajalga munofiqun keldi, bir yerda Allah'taki hadisul g'ashiya keldi. İstimrar bildirish muvazabanı davomli zajalga munofiqun kelsin mumta. Demak bu unda muvazabanı bildirmaydi. Yani qiyas kelgan nimaga zid keldidir. Va dalilul fi'li yaqtadi yakuna sura ratiba. Rasulullahning qiyinidan bunun davomli o'sha bir xil so'zni o'qish mustahab ko'rinib turdi. Va qala al-qadi خرج مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى. Maliki mezhebinde vardır bir taraftan sokuatta. Maliki mezhebinde gâşiyen okuşunu müstahap dedi o. Ondan sebbih ismi rabbikel a'la'nı okusam o mu obdan dedi. Yani ki bana sebbih ismi rabbikel a'la'nı okuyduğallıkta Sahih Müslim'de inih keldi. Ve hel etâke hadithul gâşiyen okuyduğallıkta keldi. Ve Cuma suresi yok. Ama Cuma suresi yok hazır. قال فإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في الصلاتين. قال دين كم شو؟ Nu'man ibn Beşir. Yok şu Nu'man ibn Beşir'e bakma. Sahih Müslim'de inne hadiste ve hel etâke hadisul gâşiye qâle ve izâ ijtema'l eid ve'l cuma fi yevmin vahid yaqra'u bihima eydan fi's salatayn. Müslim'in rivayeti. Demek Nu'man ibn Beşir'nin sözü deyin yapalım. Resulullah'ın nimasini bayon qilyapti. Manda o'qiydi dedi. Yok, Sahih Müslim'de ne kelsa Qala degan bu damir aşı Nu'man ibn Beşir qaytadi. Çoğun xatli yazıptı bana. Ben Sahih Müslim'de aldım bunu. Sahih Müslim'de turdu. Hadi mağdur hadisin çoğun. 878. hadisken. Şu Nu'man ibn Beşir dedi yani Resulullah sebbih ismi rabbikel a'la'dagi hadisni qashan o'qiydi shikayetidan jumada. Agar juma bilan hech bir kunga, yani Nu'man ibn Beşir yana dedi ha. İkisi bir kunga udul kep qalsa, ikili namazda ikili surani o'qiydi dedi. Demak, İmam Şafii'ning Cuma suresini o'qiydi, İmam Malik'ning Cuma suresini o'qiydi degan ma'vo qarish keldi. Yani muazaba degan hozir tepbatdi. Ve hada mana yadullu ala annahu laysa hunaka sura ratiba. Bu muayyan bir mustahab sura va degan bildirmaydi bu. Ve anna Cuma laysa kana yuqra'u biha daiman. Demak, bu istimrarını, muazabını bildirmeydi. Demek tercihi İmam Ebu Hanife'nin qarashini ko'rsatdi. Bunu mustahab olmaydı degan gapmi? Ebu Hanife'nin to'smadilar. Mustahab emas shu, mustahab emas bu. Ebu Hanife'nin demoqchi bo'lgan shu. Endi sen davomli bir shunda bunda belgilasangmi, o'sha afzalda deb belgilasang makruh deydi. Bunda afzal deb belgilab qo'ygan ish yo'q. Belki bu anda kana deb iborat sirishi, balki muozabani bildirmasmi? Belki ko'pincha ahvolda, masalan 10 qatim o'qisa, 5-6 qatimda o'qiydiganlikni bildirish mumkin. Ya şu kana lug'at jihatdan istimrarni bildirmaydi deydi. O'tgan zamonda qiyinlikni bildirdi, istimrarni bildirmaydi. Film muzariga kelsin ondan keyin yakuna nima kelsin? Tajabbut istimrar. Ya şu azramda hadis alimlarininki mush masalada nima deganligi muhim-ku. Yani hadis alimlari mush hadisda sahabinin bilsa kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yafalu kaza deb kelsa, kana yafala, kana yaqra, kana unda deb mudara bilan. Mushu zada shu muazaba istimran bildiramdi, bildirmamdi. Ya bir qatim qilgan bo'lsa-mu, bunda iborat susadat bo'lamdi. Degan masalani qilib bu la yadullu mana ismda qilishcha la yadullu al muazaba. Davomli bunda qildi degan bo'lmaydi. Hamda bir qatim qilamdi ya ko'p ahvollarda bunda qilamdi, bu bir masala. Balki bir qatimlam emas, ancha ko'proq bunda qilib turganligini bildirish mumkin. Davomli qilmasa-mu ko'proq. Şoma İmam Şafii radıyallahu İmam Ebu Hanife. Sen adıma bir hadisini aldın. Bunu Sahih Müslim'deki ve başka İmam Malik'in Muvatta'daki aşikleri sadece geldi. Ne olurken bunda istifamını bildirmeydi öyle. Anıga radıyallahu. İmam Malik hem de şu Medine'deki amel şunun kıyılmış. Hani okul kâgel bu başka Medine'de. Şu müstahap kıyılmış.
عند الفصل الرابع في أحكام الجمعة وفي هذا الباب 4 مسائل. الأولى في حكم طهر الجمعة، الثانية على من تجب ممن خارج مصر، الثالثة في وقت الرواح المراغب فيه للجمعة، الرابعة في جواز البيع يوم الجمعة بعد النداء. Demek böyle 4 meseleni bayan kılıp ötmekçi. Tohrul cuma yani cumaya has jünüş, gusül kılış meselesi. Elbette cünüp alet olup kalsa, jünsa, cenabet gusül olan cumanın gusül ikisi birbirine kesip, ikisi hesap olup gidiyordu. Anda niyet kıygandıkken bugün cumaette o da mümkünse. Tetedâkhal. Vaktini Ba'dil fajr deganlar var. Yani bamlat şu azan to'lag'andan tartib deylan. Shu chapni tartib. Ba'zilar kun chiqqandan keyin deganlar. Endi ma Hanafiy mazhabda İmam Abu Yusuf Muhammad'ın bir qarashi bu aşu kechidan tartib. Masalan, Payshanba xuftadan keyin desak, asli bu Majri kalendar bo'yicha Cuma kungi tava kecha Payshanba namoyishniki lam Jumaning nimasi boshlangan bo'ldi. Juma kechida emas shu. Kecha burun ma kalendarda kunduz keyin keldi. Shuna bu taqvim layli deydi. Kecha burun keldi. Undan Laylatul Juma degani Jumaning kechasi Payshanba namoyishniki keyin boshlandi. Şun asasen Perşembe haftanın kemasdan Perşembe kechdi bu haftanın saat 10-12'ye keçidi bir vaqtda bamdatda ilgiri g'usl qilgan bo'lsa, bu g'uslam da jumaga hisob bo'ldi. Yani bir qarashda bamdatdan keyin g'usl qilgan bo'lsa, ondan hisob bo'ldi deydi. Yani bir qism olimlarning kun chiqqandan keyin kun chiqsa shu hisob. Cuma kunilan namazda bunun mu ixtilof bor. Yani lil jum'a mu lil yawm mu? Lil yawm deb qalsa namozgacha junma namozdan keyin junsimi umumayli degan bo'ldi. Yani shu fazilatni qo'lga keltirgan bo'ldi dedi. Bu nima ixtilof bor? Juma namozi maqsad qilish kerak esa. Bu ijtimo bo'lgan ekan bu. Bu ustiga junishni dastlabda vojib shaklda o'tdi. Chunki xalqning şu birlam kim var? Bulan etizlikte işlesinmi, toptarat işlesinmi, bağda işlesinmi, nerede işlese şu kimi gibi. İşleyen çağda terledi. Tayin kilep ottasa, şamal şunda bir şamal çıksa açık tabiratlara eskil doğan diken. Sonra andın yürüyüşünü İzaca ahdikumul cuma felyakta ser. Dep Gusül cuma vacib ala kulli muhtalim diyendik bunda. Keyin andın Müslüman nasıl kul ilkide ulab kiyim kiyecek nasıl çocuklar kiyip yani kiyimlerini almıştırıp kiyip juyunu buna kilerlerden çağda andın müstahaplik derisi kiyip. Hazreti Ömer'den şu Osman'ın vakaliki mu o hutbusuyla atkan çağda Hazreti Osman ketken. Kelgendiken Munda nimada kildiğalımı bağman dep sal dargınlar yapılan diken ben nimada ciddi bir iş ettim. Azandan anlaplam öğütürüp şu tertiplam yürüp keldi yazı. Ve tak tertilip ma değil. Valudu aydan da. Tabi jünmay tak tertiliplam keldi ama bu işin bağımı taka. Lekin bundan da o sıkılışından vacip emasligini çıkıdı bildim. Lekin shunda ta'kidlangan nima shosimi, azilalik shosimi lekin vojib emas chiqadi. Chunki o'zing namozing durust emas, jurnman ekan. Yoki sen gunoh qilsa bunda bir eplgash yo'q. Ammo juma namozi deb qolsa, jumaga berishqa shu g'usl qilib berish kerak bo'lib qoldi. Jumaga desa. Lekin endi shu juyinishdan da ma Cuma günü jüniştin kişiler toplaşkan cemaat sorunda bunda tabirat bunda başka azab vermezlik maksat bunda nokta. O bandat kujunop ken tartışınıp ken yanıp peşimi tartışıyor uklap kopap bilen tartışıp kılan bozma yani şu
Farzlik otil bo'lgan ekan, maqsad ado bo'ldi. Lekin jumadan keyin shu jumani o'qitib chirib andan bir jumaya deb shisa u chaqda juma namozi degan qarashda bu fazilat qo'l keltirgan bo'ldi. Shu jumaga olgan chaqda tartilib yoki junub ba'zi rivoyatda man tawadda fa ahsanu du'andan atr suwab andan jumaga berib xalqning kallasi atlamay imom so'zlasa xulosada tinchab nima qilsa bunda jannat kirdi degan ba'zi desan irtisoldan gibi bor. المسألة الأولى اختلفوا في طهر الجمعة يعني غسل الجمعة دمكشي فذهب الجمهور إلى أنه سنة مستحب اشتبته كبشلك عالمنا وذهب أهل الظاهر إمام مالك تمو بالرواية كمو إلى أنه فرض ولا خلاف فيما أعلم أنه ليس شرطا في صحة الصلاة نماذج شيء شرط دمبته لكن فرز قال والسبب في اختلافهم تعارض الآثار وذلك أن في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو قوله صلى الله عليه وسلم طهر يوم الجمعة واجب على كل محتلم كطهر الجنابة. وهذا اسمه لفظ ما نسمى رواية لفظ ما غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. إمام مالك كغسل الجنابة degan nima bilan rivoyat qildi. Lekin Sahih Muslimda bor odami. Muslim juma vojib ala kulli muhtalim degan Sahihda bor. Muttafaqun alayh. Lekin غسل الجنابة degan ma iboratlar Imom Malik rivoyat qilgan. Bundan da ta'kidlash var mı? غسل الجنابة. Bu vacibdi, bu vacib degan. Vacibun ala kulli muhtalim deganni ta'kidlash var. وفيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس عمال أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم. Şu çağdaki kişilerdir. Özlerinin işini özü kılıp dedi. Mesela özümünde oturduğu yoktu. Hocayım bular. Ne oldu ki? Şu kimlerde talep yok. Freud'de. Cuma'ya şu kimlerle baktı. Almıştıran kim yoktu. Fakile şu ulağa yüzünü kaygan bolsanlar. Sen fırak payda olup kaldı ki kasan yüzünü kiraslar da bunda değildi de. Yani Resulullah tarafından değilgen mi dammış? Yani buyruk. Yüzünler diyen. Demek fakir lavda saltım diyen lav diyene. Bir yüzünü kaygan bolsanlar iken de bunda. Teksif şekilde belgen olan ki bu vacip emeslikini bildirdi. Bu ibaretin o yüzden. Vel evvelu sahihun bittifak. صحيحين لم موطأ ذكره وسيدسد والثاني خرجه أبو داود ومسلم يعني دمك هنا متفق عليه دمك صحيح باتفاق هنا متفق عليه دمك شيء أي مسلم قال مو صحيح باتفاق لكن بخاري كم يوم بوسمه محدث من قرشدا سيبه دمك ما ibarede yani ava bütün hadis alimlerinin karşıda ittifak olan şey ma ispat yok deyin gibi olmaz. Al muttafaqun alayhi yani Bukhari Müslim'de var ama Müslim'de Abu Davud'da mağludu var mı? Ve dair hadis Ebu Sa'id'in radıyallahu anhu yaktadi vücubul gusl. Ebu Sa'id'in nüste vacibini bildirdi. Vacibun ala kulli muhtalim diyendikin. Ve dair hadis Ayşe radıyallahu anha enne zalik kan li mevdi'in nazafe ve ennehu leysa ibade. Demek bu tazliq qilish münasebetlik. Bu bir ibadet emas. Siz qurmaslikqa qartilgan so'zda demakchi. Osman radhiyallohu anhu Umar bilan bo'lgan voqealikmi bu vojib emasligini bildirdi. Yana bir hadisda man tawaddaa fa ahsana al-wudu thumma ata al-jum'a fastama'a wa ansata ghufira lahu ma baynahu wa bayna al-jum'ati wa ziyadatu 3 ayyam. Demak, ma hadisda mahalli shart qaysi? Ma maslik munosiblik. Demek burada yani gusl qilmay tarif edip kelgan bo'lsa-mu, to'liq savobga erishdi o. Unda ekan bu hech qanday kam qilmaganlikni bildirdi. Ma jumhur shuna mushahidga asoslanib odatda shu kichik tarifni edip kelgan bo'lsa, gusl qilmasa mana to'liq savobga erishdi. Fazilatli yo'lda. Unda ekan gusl vojib emas. Agar vojib bo'lsa, bu vojibni tark qilgan odam bu to'liq savobga erishib ketamdi. Kichik tarif
aş fazilatni to'liq ilishga kifoya qildi ona dedi. Endi bu ma'rifda mabayna va bayna juma bir hafta deyishma. Kilar juma shu vaqtga qadar bo'lgan nimalarni gunohni mag'firat qildi ekan. Va ziyodat salasata ayyam degani bu olimlar 3 kun ortiq degan bunday hisoblab chiqib al-hasanatu bi ashri amsaliyat. Ma'va 7 kun bo'lgan ekan jumadan jumaga. 3 kun 10 kun degan. Bunday hisoblab. Wa qad ruya man tawadda yawm al-jum'ati fabiha wa na'mat wa man igtasala fal-ghusl afdal. Mana ma'va vojib emasligini bildirdi. Va ni'matiga bu shu ruxsat bo'yicha ish qilgan bo'ldi, kamchilik bor bunda. Bu mubdan qildi degan gap. Lekin junub qolsa, tahim afzal deganligi g'uslning vojib emasligini ko'rsatdi. Va huwa nassun fi suqut fardiyatihi illa annahu hadithun da'if. Bu farz emasligini emas deyishda nas dalalati. Lekin bu ojiz deydi. Ojiz degan bilan buni Imom Navoiy, Tirmiziylar hasandir. Bazı birer yolları belki daif oluşu mümkün. Lekin daif olmazsa hasan deymiz. Ve emma vücubul cum'ati ala men huve kharicel Mısır. Demek şahidi ulaş bu safar qilmaslik degan shartni qilolmasmi? Buni vojib bo'lamdi, bo'lmamdi degan masala kelsak. Fa inna qawman qalu la tajibu ala man kharijal Mısır. O şahni sirtli yerdenga vojib bo'lmaydi. Bazı vacip buldu da. Ve haula ihtilafu ihtilafan ketira. Vacip buldu diyenleme üzere ihtilafmış ketti. Feminhum men qala men kana beynehu ve beynel cum'ati mesirati yevmin vecib aleyhil ityanu ileyha ve huve şadun. Bazı da bir günlük yolu olsa cuma keliş gerek. Perşembe minip bu. Cuma'ga cuma kılaya kep kılış gerek. Şembe günü öyle kiliş gerek. Bu şaz kılış gerek. ومنهم من قال يجب عليه الاتيان إليها على 3 أميال 3 mil aralıklı olsa kiliş gerek depti. Bu İmam Malik'in karşı ekan. Mil haşimiyen. Kon mil desa, yani 1,5 kilometrda ortiqroq. 3 emasdan 5 kilometrda ekpina chiqdi. Bu asli Asli Arab mil deganda Arablar o'ttirib chiqib, inglizlar shu Arab degan emas, mil degan. Mil degan nimadan chiqqan? Masalan, mayl. Maladan chiqqan. Mala degani masalan nazar tashlaslar ko'zlar shayg'unda yetadigan degan. Ko'z yetkida keladigan. Ba'zi qaramiyat sahnada bunda o'lchashim bor. O'q asab o'q yetadigan yer bunda o'lchaydi. O'lchamdan masalan, mayl degani shu nazar qilsalar ko'zlara shu oq yetganga qadar yani. Hozirgi o'lchamda 1,5 kilometrdan ortiqroq, 1,5 bilan 2 kilometr aralig'ida. Demak 5 kilometr atrofida chiqadi yani shu meni taxminan. Ve minhum man qala yajib alayhi al-ityan min haythu yasma'u an-nida fil aghlab. Ko'pincha ahvolda azanning ovozi anglanadigan bo'lsa shekilish kerak. Bu Shafi'i va Hanabila shunday. Ve zalika min 3 amyal min mawdi' an-nida. 3 mil aralıktan zaten anlandı. Yani 5 kilometre aralıkta anlandı. Burunqa kişilerninken de avazına kuşluk adımlı var. Çünkü o çalda mikrofon başka ağaza bulmanken aynı maksayında bazı nersini to'lab uqtirdigan, to'lab küngelli avaz bir kuşluk oldu. Selim ibn al-Akwa'nın hadisinde mi Medine sırtığa bize sistem o Resulullah'ın mündadımlarını, tügüllerini bulak etti de padişe aldığımı sırıpta sonra va sabaha deb shun ravat to'litib oqidan qo'lab ketdim deganimni Oyshinimdan anlatolgan. Demak, yuqori ovozda to'laydigan ishlar burun batdi. So'ng Rasulullohmi nimada Hunaynda Abbas to'latqizman to'lagan deb bir sahabani ulugrak to'laydi falan to'lagan deb ashabul bay'a, ashabul shajaraqina deb to'latqizdigan qattiq ulug chiqdi uning. Şuna 5 kilometre yani yetidor yapmış onda. Uluk oğulluq için yetishi mümkün. Ve hâdânil kavlâni an Malik. Bu işkili söz İmam Malik'ten rivayet etdi. Lekin keyingisi Şafii Hanbali'yle algan qarash. Ve hâzihil mes'eletu sebetet fi şurutil vücub. Demek vacip bo'lash meselesi mi bu aldığımızda bir ötteşin ama ala men semi'an nida degan bir mesele var. وسبب اختلافهم في هذا الباب اختلاف الآثار. Yani hadisler sel okşaş emas.
وذلك أنه ورد أن الناس كانوا يأتون الجمعة من العوالي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. عوالي ديان مدينة سل شاسرتك بأرلق وبيزا أرلق وش ملك التدبا üstünmeli dediğin yapkan da havali diyen. Atıştım üstüne aslında atıştığın var. Başka erkan önünde yukarı mahalle, tön mahalle dediğin gibi var o. Şu havali diyen gibi üstünmeli diyen gibi. Demek bunun ağırlıkta 3 milki. Şu adın kilitli değil. Verawa Ebu Davud enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle el cum'atu ala men semi'an nida. Bu muacir hadis. Nama وروى الجمعة على من آواه الليل إلى أهله وهو أثر ضعيف بمعجز. Demek Ebu Hanife Mısır'ın Sultan Şerif değilse bu talaşta kirmedi. Ha başkalarından ne de olsa okuydu diğerler ağındın manç kilometre 13 kilometre dep bakıdı. Yani hazır çoğu. Daha manç kilometre 13 kilometre Cıkıyal'da Cuma okuludu işte cemaatle bayadı. Maşinli var, abduzlu var, garıklık bağlı buldu. Kolaylaşıp etkenlikten artık Cuma'ya katmış gerek. وَاَمَّا اخْتِلَافٌ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي فَضْلِ الرَّوَاحِ Hem Cuma'ya kaçan bereş, burun berişinin fazileti hakkında hadisi geldi o. Onun ne saatleri var mesela, dereceye ayrılan. Bunu da ıslatışıp kaldı. Bu saat kaç saatmiş o? وهو قوله صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. Birinci saatte bağlan kişi Cuma'ya huddi bir tüge sadaka vergendek buldu. Qarraba degen şey sadaka vergendek. Qurbanlık qilganday. Badana deganmiş tüge. Ve men raha fi saati thaniye fekannama qarraba baqara. İkinci saatte bağlan kişi bir kala qurbanlık qilganday. Ve men raha fi saati thalitha fekannama qarraba kabshan. Üçüncü saatte bağsa bir qo'shqa sadaka vergendek. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب الدجاجة بالتخا دجاج yandı bu muannes emas adette cinsin demek toha bunun için Xorazm var Mekkeme var bedeni diyen şu tüge yetişiyor bu demek şu tüge cinsin demek eğer şu şid başı olsun naqa deylan ve men raha fi saatil khamise fekannama qarraba bayda tuxum bazı rivayette 6 saatki bölge rivayetin baki. Hadiste 6 saatki ayırıp andın bazıda toxuda ilgiri batta mesela. Ya toxunun ornu batta deb. Öydektim doğup. Andın yana birisi de toxumda ilgiri usfura çıkaç. Demek bu 5 ya 6 saat kılıp bölgenin ahval baki. Muş saatli adetki bizden muş saatli mu? Yani 1 saat deyimiz bu. Muş saat mu? Ya ki bu gün kayrılgandın kinki bunda birden 5-10 minutdan 5-6 minutdan fark qilgan paytlarmi bu? Biz Cuma'nın saat sadisi caiz oldu da kuntiklashganda o'qisin mayli deb Hanbali mazhabning qarshida dedik-ku. Ma jumhurning qarshida shu 5 saat 6 saat deganlar ashu. Saat mesela 7'de başlansa kun chiqarni tartiblaydi. 5-6 saat mush saat 12'dan 1'ga qadar degan mush saat deb tushunadi. Odatga 60 minut saatni demakchi. Birinci kettim demedin. Bunda çağda dedi. Saat, paytda. Mesela şu bir paytda 100 adam ya bütün cemaatimiz şu paytda beripti. Sen ilgirken bolsun şu bir saatni ishini yapıpti. Hammamiz fazilatga erishdi. Sizning deganlar bo'yicha birinchi yada bunda ikkinchiga 6 adam sirib bo'ldi. Uniki 7-8, 10, 12 yada nima qildi unga? Hozir bu talashlar nereden kelib chiqqan desa, mush raha degan so'zdan kelib chiqqan. Saat bilan raha. Raha degan so'zni ba'zilabda bu raha degan so'z tushdan keyin mangishni bildirdi. G'ada degan atganda mangish, raha degan kechda mangish. قال سأقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. Nalki etganda unda ketib, kechda unda qaytib keldi dedi. Bununmi kechda manashni bildirdi debdi. Ba'zi olimlar Imom Malik qatorliq shunda dedi. Endi rah deganni aslida arab tilida shu umum asli. Bu ketishni bildirdi. Hozirmi shu umumni ishlatadi. Hozirmi. Sodar va samosan ruh dedi. Mana ketdi. Bu Azhari debdikan. Lug'at olimlar Azhari deb olim bormasmi? Bu yutlaqu ala zahab sawa
Evvelel leyl ev ahirin nahar. Yani evvelin nahar ev ahirehu deydi. Adama Cumhur'dan karşı boyunca ettigen şu gün çıkıştan tatıp saat 8'de, 9'da, 10'da, 11, 12'ye, 1'e kadar desek, ayında 5 saat desek, saat 8'de bağı adam töge kurbalık kıyam buldu. 9'da bağını kala, 10'da bağını koy, 11'de bağını toka, 12'de bağını tukum. Ondan keyin bağını onda yok. Demek bunun beriş vakti nimege? Nereden başında olsa şu gün çıkandan tar. Hani gün çıkan kadar şu dese arılık koyup bazı alınma. Bu Bamdat'tan kayıtıp öğüçigendikken bir jüno, bir cümle terlik kılıp, kiyinipdan kiyip, yasinip, etini çeçip, mağdıgan çağırıp, naşıklısı kılıp, mansa şu gün çıkış vakti olan ki müşteripte ise olduğunu şu 5 saat degeni şu o deydi. Manda ise olur çıktı. Onun için dike de imkan. Dike kuraz. Deyik degen o mekan degen bulma şu kurazlan degen buldu. Dike de kendi mühendisinin tasvirine karşı. Ya o bir talını şecer desle bu nima daraxt degen buldu. Şecera olsa bir tal. Onun kışın Dike de kelse qanday olduysa bu köpçükni buldu. Kurazlar degen dike. Yani dike ve duyuk deb cema chiqishi mumkin. Demak bu mufrat bir kishi xuraz degan gap bo'lmaydi. Bu xurazlar degan bu. Bu ko'pchilikni bildirdi. Shu 12:30 ga qadar hozir 5 soatni bunda nima qildi? Demak Cumhurning qarashida bu fazilat erish uchun soat 8dan tortib deydi, 7dan tortib mansub bo'ldi demak. فإن الشافعي وجماعة من العلماء اعتقدوا أن هذه الساعات هي ساعات النهار كندزنكه ساعتنا ما أي 12 saat. Mesela geç gündüzün 24 saat desek gündüzün 12 saatin bazıda 11 saat bo'lishi mumkin qisqaroq. Yoki o 7-18 saat bo'lishi mumkin lekin normalda 2 bo'lsak bunda chiqadi deydi. Yani 12 saat deydi. Yani bir hadisda yawmul juma 12 saat deb ketdi. Demak 12 saat bo'ldi kunduz demak. Muşunda düşünüp hamda şu hozirgi bizning saat degan saat shu deb tushunib, fanadabu ila rawah min awwalin nahar. Şuna mustahab ve afzallik shu kun chiqib bo'lgandan zaten başlandı bu saat. Bu saatin uçağı 12 saat desek bu saat bu muşunu ijod qilgan musulmonlar. Shu chaqda shu kon nimada bu saatli bat. Ki anda Avropaliklar bu hozirda shu 24 saat deganda Avropalık musulmonlar olgan. Saatni ijod qilganlar musulmonlar. Endi İmam Malik ila annaha ajza sa'a wahida qabla az-zawali wa ba'dahu. Kun qayriladi, kun tiklashgandan tasdiqlanmoqchida kun qayrilgan jumaning vaqti bo'lgan qadar shu oraliqdagi bizdamlik vaqt bo'ladi. Kichikina bir payt, ya'ni bir 20 minut, yarim soatlik bir vaqt bo'ladi. Shu chaqdan azan to'lashda ilgari sal burroq chiqib burun bağlıları mında, ondan kim mında, hatta en ahırdan İmam ottagan çağda depterini joylashtirib ma'lum qildi şu. Bu İmam Malik'nin karşı. Bu saat degani alqa bir lahza degan ma'noda. Saat degan. Odatga 60 minut saat emas, bu bizdamlik, birdan degan ma'noda. İstikayimdan masalan aslında şunu saat. Şu hozir shuni mesela, şu istikayimdan hozir shuni işte İmam Şafii şu bir saat deb turib oldi. İmam Malik bizdamlik vaqt deb sunadi. Vaqtida endi manda saat bo'lmagan degan Peygamberimiz Rasululloh vaqtidan yo'q. Lekin hamda juma kuni kunduz 12 saat degan gap bor. Hadis bor. Hadis bo'lgan ekan, bu shu soat shu bo'lishi mumkin. Lekin bu Rasululloh vaqti banda normal yo'q desam bu şu ahlul felak ve nujum, astronom bunda nimalar odatda endi saat belgileri isbatdan. Arablar yulduzlar, yozmoqlar shuni kuzatib, shunlar nimani jiqmasini belgilaydigan haq bo'lgankin bu balki shu soat shu chaqdan tortib bo'lishi mumkin. Wa qala qawmun hiya ajza'u sa'atin qabla az-zawal wa huwa al-adhar. Bu kun qayrilishda ilgirgi 1 soatningki parchalari bo'ldi. Mesela 1 saatni desem mesela 6 gün qilsak 10 minutdan birda azan to'lagan bo'lsa, birda kun qayrilib azan chiqadigan bo'lsa, soat 12 da 12 bag'ada birinchi 10 minut bag'adan tuga. Andan 12 20 o'tgan chaqda bag'ada bunda
32 deb munda tartib. Va huval azhar. Bu kimning qarshiga Alloh alam. Buni ma Ibn Rushd tarjih qildi. Va huval azhar li wujub as-sa'i ba'da az-zawal. Nima uchun bu sa'i hozir qachon vojib bo'ldi? Kun qayrilgandan keyin vojib bo'ldi. Unda o'nkan bu undan ilgirrak bag'ni mushqazga erishgan bo'lgan u zavoldan ilgir bo'lish kerak. İlla ala mazhabi men yara annal vacibe yedkhulul fadila. Faqatlam unda zavoldan keyin bilish vojibdi. Mushtalarda fazilatga nima zavoldan keyin bag'anni bildirdi desa, bu qanday qarash bilan deydi? Ham vojib, ham shu vojibni vojib. Boshqa qilgani munda fazilat erishdi, munda degan ma'noda. Bu mumkin yani. Ba'da zavol degan munda qarash tursak, ba'da zavol deganmi u chaqda tushdi. Lekin mush qabla zavol degan shu bakrak jalliq deydi. Mushuni tarjih qildi. Bu desam bir rahat degan so'zni unda aytgan kechlik deganda bakin. Ya'ni bir rivoyatda men g'ada ila juma debdi, mushaytsin rivoyat. Men rahat emas, g'ada degan so'z. Demak bu taqillam shu berishni bildirdi. Aytgan kechlikni bildirmaydi. Lekin Rasulullohning shu sahabini qarasa, bu Rasulullohmi shu kun qarilgandan keyin chiqdi demas. Shunama sahabat tabiinning kun qarilgandan keyin nima qildi? Bu atgan babdatdan bir vaqtlar shirk paqnamdi. Nima? Kun chiqqandan keyin mangda ba'da degan darvar yo'q. Undan keyin buni majmunning qarashida olmay, keyingi qarash bo'yicha asaf shu salmerak. Yani jumaga azan to'lashdan ilgari burroq bunda bag'ildin, ha? Shu paytni ashuni opasak. Yoki jumadan shuni azan to'lgandan keyin bag'il tug'anni hisoblasimi, aqaqdan bunda savab berishdi. Allah saati java degan bu bir soat qo'ydi. Ya saati java. Endi bu dilkab qolsa, yani juma kunida bir soat va duo ijobat qilingan. Bu bir soat desak, bunda 43 qarash va kelmiş saati ijobat. Neyli avtarda 43 ni qator tutibdi. Xuloslab yig'in chaqlab qilgan va 43 bo'ldi. Ko'pincha uni sayrak deb qaraganda shu asrdan keyin kun ilgari shunda vaqtlar. Oxir juma kunining oxir payti. Ba'zilar Sahih Muslimga rivoyatga asosan imom xutbada o'ttag'indan tortib namoz tugagan qadar. Wa amma ikhtilafuhum fil bay' wa shira waqtan nida fa inna qawman qalu yufsahu al bay' idha waqa nida. Yani so'zning o'zi halolda, lekin ma vojibni qilmay anda mashg'ul bo'lib kechiktirish bo'lganlikdan bu cheklangan. Bu xuddi as-sala ka-thawbil maghsub fi ardin maghsub degandek, menda o'xshash. Boshqa bir ish uchun cheklanib ketgan ishlar. Endi bu so'da qanday bo'lsa, bu baka bu so'da. Ya'ni la tarattab alayhi al-athar ash-shar'i debdi. Wa qawman qalu la yafsah. Unda amaldan qoldirilmaydi. So'da oldi, lekin gunohkor oldi deydi. Bu jumhurning qarashi. Batil desak, bu so'da emas. Igdochilikmi kelib chiqmaydi bundan. Pulning isidan, malning isidan. Va jumhur, yo'q bu so'da oldi, lekin gunohkor oldi deydi. وسبب اختلافهم هل النهي عن الشيء الذي أصله مباح إذا تقيد النهي بصفة يعود بفساد المنهي عنه أم لا؟ Bunun talaş meselesi. Asli mubah olan bir narsini bir tosap koyardır. Asli mubah olan narsa solsa tıktı. Bunu tosap koyduğu İzâ taqayyadın nahi bir sıfat. Bu nahi hazır bir sıfat bilen bağlanıp kaldı. Kanda ise İzâ nûdiyel salati min yevmul cuma. Cuma günde azın tolga vakti. Yaudu bi fesadil menhi anhu emla. Bu şu çekilgen narsının, toskan narsının buzukluğunu bildiramdı yoki fasid yoki buzuq emasligini bildiramdi degan ma masalaga berib taqildi. Wa qawman qalu la yusahhab. Buzilmaydi degan jumhur bu. Balki fasq qilindi deganda Shafi'i Hanbali mazhabi bo'lishi mumkin. Batil deb qaraldi. Wa adabul jumu'ati thalathun. At-tibu was-siwaku wal-libasul hasan. Wa la khilaf fihi li wurud al-athar bidhalik. Tib degan atir xushpuroq ishiltish, misvaklash, chiroyli pokiz kiyim kiyish. Unda hadislarda kelishicha, jaqamnunda hadislar targ'ib qilgan. Juma vojib ala kulli muhtalim va siwak va ayyama satiban min tibi baytihi degan hadis bor. Musulmonlar to'plashib turgan bir ahvol bo'lgan ekan, bunda pokiz xushpuroq holatda berish kerak deb targ'ib qilgan hadis ko'p. Al-babur rabi'u fi salat safar. Safar namozi. Wa hadha al-bab fihi faslan, al-fasl al-awwal fi al-qasr.
4 rekat namozni 2 rekat qilib o'qish. Ya'ni peshin, asr, xutdan. Al-fasl al-thani fil jam' qilib o'qish. Al-fasl al-awwal fil qasr va safar lahu ta'thirun fil qasr bi-ittifaq. Demak, safar qilsa, bu safar degan bir jafo mushaqqatlik ahvol bo'lgandan keyin islom shariati kengchilik qilib, yengillatib, namozni 4 rekat namoz 2 rekat o'qishga yo'l qo'ygan. Bunda ixtilof yo'q dedi. Safar qilgandan keyin buni qasr qilishga ta'sir ko'rsatdi. Nima uchun? Ittifoq qilsa, chunki buni oyat aniq degan. Alaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Yo'q, bu odamda osh jumhur qarshiga ruxsat deb qaraganlarmi? Bu safarda zodi bunda qilish bor edi. İnkar qilmayman. Bu Rasululloh davomli qanday qasr qilib o'qigan tursa, unda yo'q deb tura olmaydi ular. Ba, lekin undan keyin ya qasi afzalda, qasi joiz deganda undan talashtash. Lekin safarda za qasr qilish masalasida inkar qila olmayman unda. Qasr qilish degan yo'q deganlar bormi? Yo'q. İttifoq o'rnimi? Va fil jam'i bi ixtilof. Ani jama qilishda ixtilof Hanafi mazhabi unmaydi safarda jama qilish. Ani ba'zilar bu jama qilgan ras, lekin bu jama bunda shakli jama qilish. Aramizdan oxirgi vaqt bilan bizimizdan oldin vaqtida ishni yaqinlashtirib, ulablar bunda o'qigan dedi Alloh. Amma al-qasr fa innahu ittafaqa al-ulama ala jawaz qasr as-salat lil-musafir illa qawlun shar. Demak, musafir kishi qasr qilib o'qiydiganligida ittifoq asas. Faqat lam bir yolg'iz bir ayrilib chiqagan bir qarash bor edi. Va qawli Aisha radhiyallohu anha wa anna al-qasr la yajuzu illa lil-khaif li qawlihi ta'ala in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Hazrat Aisha safar qilib qo'rqqan ahvolda qasr qilsa, bu qasr qilmas. Chunki oyatda in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru deb qayd qildi-ku. Asli bu salat safar deganmi, bir tarafdan jafo mushaqqat va kazani ko'zlasa, yana bir tarafdan qo'rqinch ahvolni ko'zlab chikkina nima qilib qilgan. Chunki safar deganda qo'rqishmi bildi bo'ldi. Bular Rasulullohning vaqtida shu Makkaning sirtiga chiqib safar qilgan odam, ya bu yerdan bulangchi, qaraqchi, kofirlar kelib hujum qilib nima qilish ehtimoli kuchli. Shunga bu in xiftum ayyatanakumulladina kafaru degan shu qayd bor deydi. Demak, Hazrat Aisha mushu oyatdan bunda tushunibdi. Mushu qaytadan tushunibdi. Lekin bu tushunishi qazandi oxirida akasak bu jingmasmaydi. Chunki Rasululloh Makkaga xotirjam holatlardami safar qilgan, shu safarda qasr qilgan. Va qalu inna nabiy sallallohu alayhi vasallam innama qasara dedi, li'annahu kana khaifan. Rasululloh shu chaqda Madina atrof butun mushriklardan qoplanib ketganlikdan ensirgan holat safar qilgan bo'lg'achqa shuni qasr qilgan. Endi ensirashimiz unda qasr qilish yo'q demak. Demak, Hazrat Aishaning musnadi biz rad qilamiz. Chunki Hazrat Umarning musda Ya'la ibn Munyaning voqealigida bu oyatda bunda desa, endi hozir Hazrat Umarning zamonida endi saliblik davrida islom hokimiyati tiklanib, ya islomiyatlashib, bu xotirjamlik bo'lib ketdi, kofirdan qo'rqish yo'q. Endi nimishqa to'liq o'qimaymiz bu namozni degan chog'da Hazrat Umar kallan kelgan umrni kallam qilib Rasulullohdan so'rasam, sadaqa tasaddaqallohu biha alaykum faqbalu minallohi sadaqatahu degan. Ya'ni kim Hazrat Aisha masalah shu deding. Vaqtalafu min zalika fi 5 mawadi. 5 o'rinda ixtiloflashdi. Ahadiha fi hukm al-qasr. Qasrning hukmi nima zot? Sunnatmi, bu asl azimmi, ruxsatmi deganda. والثاني في المسافة التي يجب فيها القصر. قنچلك أرلق olsa qasr qilish kerak bo'ladi. والثالث في السفر الذي يجب فيه القصر. Bu qaysi safarda qasr qilish bo'ladi? Taat safari bilan ma'siyat safari. والرابع في الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالتقصير. Demak, bir safarga otlangan chaqda shu yurtidan shunda uydan ayrilib chiqqandan tortib bekatga olgandan tortib Şahın sırtışına çıkanın tartib başlamdı ya ki ayında bir arlıkını besip boğandan keyin başlamdı. Ya uydan tartiblam manış aldı qasr qilishni başlamdı o'zimiz. Wal khamis fi miqdar zaman alladhi yajuz lil musafir fi idha aqama fi mawdan an yaqsura as-salat. Mavamda necha kun tursa 16 kun, 19 kun ya 10 kun deganda manch kun tursa ani qasr qildi, manch kun tursa qasr qilmaydi deganmiz. Fa amma hukmul qasr fa innahu mukhtalafun fihi ala 4 aqwal. Qasr qilishning hukmi nima degan 4 xil qarash bor. Faminhum man yara anna al-qasr huwa fardun musafir al-muta'ayyin alayh. Ba'zi shu qasr degan musafir kishi
şu farz oğunu kasr qilish. Farz ayn onun boshqasini qilsa bo'lmaydi deb qarab. Ve minhum man nara anna al-qasr wal-itmam kilahuma fardun mukhayyarun lahu kal-khiyar fi wajib al-kaffara. İkisining birisini tanlab qilsa shu farz bo'ldi deb qarab. Ikki esa o'xshash darajada. Tanlash ixtiyorligi berilgan vojibdir. Ve minhum man nara anna al-qasr sunnah. Ba'zi sunnat deb qarabdi. Ve minhum man nara anna rukhsa. Ba'zi bu ruxsatda lekin to'liq o'qish afzalroq, yani azima ruxsa deganga ma'lum. وبالقول الأول قال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون بأسرهم يعني أنه فرد متعين بو فرز واجب قصر قلش واجب تجنا أبو حنيفة وكوفة عالمنا فرشيك وبالثاني قال بعض أصحاب الشافعي كنسة إمام شافعي بعض شاهد النقاشي واجب مخير تجنا وبالثالث يعني أنه سنة قال مالك في أشهر الروايات عنه sünnet degine İmam Malik'ninki meşhur rivayetlerden biri de şuna geldi. Ve bir rabi' anına ruhsa kâle Şafii fi eşher rivayet anhu. Demek İmam Malik Şafii'den mi neşkil rivayetler varken meşhur karışta İmam Şafii bu ruhsat dedi. Ruhsat diyenken sen ruhsatını anmay tuluk uqsan mı onu ubdan demekçi. Ameliyatı ruhsatını erişme ubdan asıl dedi. Ama bazı hadiste bu hediye tepkileri. Allah Teala'nın hadisini kabul kılınlar. Ve huvel mansur inde ashabi. Demek İmam Şafii'nin şagirdleri muşu toğritte dep toğırlıgan qaraş ödün. Yani şunu qo'llagan qaraş. Ve sebebi fi ihtilafihim muaradatul ma'nal ma'qul li sigatil lafzil manqul. Lafzil manqul degan şu ayet hadisini demekçi. Ayet qasd qilish ayetini demekçi. Ondan hadisin var fırd salat rekatayni rekatan. Bununga adın ma'na ma'qul zikr qildi. Ma'na ma'qul qasidda esa to'liq o'qish afzal degan bir ma'no. Bu to'liq o'qsa obdamasmi degan ma'no. Bu to'liq o'qsa obdamasmi degan nimaga zikr qildi? Oyat keldi. Oyatda qasr qilindi aslida. Hadisda qasr qilish var. Rasulullohmi qasr qilgan davomli. Undan keyin bu ikkisi to'qnashib qoldi dedi. Wa mu'aradat dalilil fi'l aydan lil ma'nal ma'qul. Demek var Resulullah'ın qilgan ish harakatimi to'liqlash yaxshiti degan ma'noga zid keldi dedi. Wa li sigatil lafzil manqul. Resulullah'ın qasr qilish kelgan hadislarga zid keldi dedi. Yoki Hazreti Aishadan kelganiga zid keldi dedi asarga. Furud salat rakatayn degan ma'no qilamiz. Thumma zida fi salat hadar fa baqiya salat safar kama degan bundan. وذلك أن المفهوم من قصر الصلاة للمسافر إنما هو الرخصة لموضوع المشقة. إنه جباتات قلتة ده برخصة تريش بو بس شنو معنى معقول شنما إنه طلوق استخدام شيء جباتات ما قادم بوسر يوم بر من معقول ما نسخده منه. كما رخص له في الفطر وفي أشياء كثيرة. روز ما ينقسم بولد عند قسم بولد بجك إشلادا كان شلق قلده. ويؤيد هذا حديث يعلى بن أمية قال قلت لعمر إنما قال الله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا يريد في قصر الصلاة نوان قصر قلشت الله تعالى من ده فقال عمر من دسا عمر دبته عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سألتني عنه فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته فمفهوم هذا الرخصة لمن مارستن رخصة دينجب تشكدو لهم وحديث أبي قلابة أن رجل من بني عامر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وهما في الصحيح بإشكاليس سيد السيد وضع يمو بومو ينجل توتكلك مدلوان كسرتكلك وهذا كله يدل على التخفيف والرخصة ورفع الحرج لا أن القصر والواجب ولا أنه سنة وقصرنا واجب السنة لكن مدما يدوبون كانشلك قلب رخصة قلبت كلكنا أبو قلبت كلكنا بلدرد بو أمدا إمام شافعي دليل سيقول ما الله وأما الأثر الذي يعارض بصيغته المعنى المعقول أمدا إتمام أفضل دب قرغم مانغز كلدغان أثر قايسة فحديث عائشة الثابت باتفاق قالت فرضت الصلاة ركعتين أصل نماز شركتين فرض قلنغان فأقرت صلاة السفر سفر آلتدا أين القبلت سفر قمغالتا شركتين ونغا قشوتلغان بيان ما حديث بنغا ذكر دي بيان ما حديثنا ألدغان وجد دلالة
Furidat salat rakatayn. Asli 2 rakat farz bo'lgan. Demak, sen safar qilsang farzing shu 2 rakat. Ma'mu kuchli qodir dalil. Nima? Va amma dalilul fi'l an buningga yandash turib Rasulullohning qilgan sharti bor. Allazi yu'aridul ma'nal ma'qul. To'liq o'qish yaxshitdi degan ma'niga zid keladigan fi'li dalil bo'lsa, Rasulullohning davomli qasr qilganlik. Va mafhumul atarga yuqoridagi İmam Şafii dalil qilgan atarning mafhumi zid keladigan demak. Demak, Rasulullohning qilgan ishi İmam Şafiilar dalil qilgan atarning misga hukmiga zid keldi. فإنه ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم من قصر الصلاة في كل أسفاره. Rasulullah davomli bütün seferde qasr qilgan shunama. Bunda naql qilindi demakchi. Va annahu lam yasih anhu sallallahu alayhi wasallam annahu atamma as-salat qat. Hech qachon safarda to'liq o'qib boqmagan. فمن ذهب إلى أنه سنة أو أمر مخير فإنما حمله على ذلك أنه لم يصح عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة. Bu sünnet yoki vacib muxayyar deganlar bu Rasululloh hech qachon unda to'liq o'qib boqmagan. Unda o'ndikan eng aqllisi sünnet va vacib muxayyar bo'lishi mumkin deb mishaga apart dedi. Va ma hada sha'nu faqat yajib an yakuna ahadul wajhayn. Agar Rasulullohning faqat unda to'liq o'qib boqmaydi, qasdlan o'qigan bo'lganligi bu ahvol bunda bo'lsa, bu ikkidan birini bildirdi. Ya vacib muxayyar bu Rasulullohning davomli qasr qilishni tanlagan yoki bu sunnat Rasululloh davomli bunda qilgan. Va imma yakuna fardan muayyanan yoki farzayn bo'lash. Lakin kunu fardan muayyan yu'ariduhu al-ma'na al-ma'qul. Kalim muayyan bo'lashqa ma'qul ma'na qildirgani shu. To'liq o'qish yaxshitdi degan ma'na ma'qul. Lekin bu furdat salat rakatan degan bu nas bo'lsa, buningga ma'na ma'qul qarshi qilib o'tavriladi. Qiyos ya aqlni hozir nasning oldida qo'yib bo'lamda bo'lmaydi. Aql qarshi chiqsa, aqliy hukmni tashlab qo'ygan gap. Magar hozir to'g'ri qamlashmaymiz, nima? Va kunu ruxsa yu'ariduhu al-lafzul manqul. Ani ruxsat degan nima? Furdat salat rakatan degan bo'lish keldi. Tawajaba an yakuna wajiban mukhayyaran aw sunnah. Undan keyin ya vajib mukhayyar ya sunnat bo'lishi kerak. Va kana hada naw'an min tariq al-jama'. Bu muallifning bir jama' qilibdi buni. Öz uslub bo'yicha. Va qad tallu li hadis Aisha. Aishaning hadisiga qanday javob qaytdi desam-da, bani ko'rsatdi deydi. Bil mashhur anha min annaha kanat tutim. Bu Hazrat Aisha o'zi to'liq o'qitdi masalan degan. Bunda rivoyat qilgan kishi. Hazrat Aisha to'liq o'qiyanishgan safarda. Nima asosan men erqamdan charchaqamdan jafo mushaqqat yo'q dedi bunda. O'zining tushunishi bo'yicha. وروى عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم الصلاة في السفر ويقصر ويصوم ويفطر ويؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء. عطاء من دروات رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر دا namazını to'liq o'qitdi, qasrni o'qitdi, ro'zini tutdi, ig'zini ochdi. Peshimni keshib turib, asrni oldiga tortdi. Shomni keshib turib, tanni oldiga tortdi. Bu Ato bunda rivoyat qildi. Bu aziz rivoyat qildi. Ato deb qo'ygan ekan. Nima? Sahobaning ismi yo'q buni. Doifdan. Va mimma yu'aridu aydan hadis Anas va Abi Nujayh al-Makki. Ya'ni buningga qonun varid qilmoqchidir. Hadisi Aishaga zikrildi dedi. حديث أنس وأبي نجاح المكي كان حديث قال استحبت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكان بعضهم يتم وبعضهم يقصر وبعضهم يصوم وبعضهم يفطر فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء بولنا ابن ميتين ولا هؤلاء على هؤلاء ولم يختلف في إتمام الصلاة عن عثمان وعائشة عثمان بلن عائشة طلب أقل غلق اختلاف يوقف فهذا واختلاف في الموضوع الأول عثمان ما شو مينادا to'liq o'qitgan. Abdullah ibn Mas'ud bunga e'tiroz bildirib o'tgan, og'iz o'qiyveribdi. Ba'zilar qiyinni tarjih qilib, ba'zi rivoyatni tarjih qilmaydi. Rivoyat tarjih qilindi odatda. Chunki u o'zining qiyinini o'zining ba'zi tushunib qolgan, o'zining tushunchisi bo'yicha qilib qolgan bo'lishi mumkin. Lekin hadis rivoyat nadin keldi bizga? Rasulullohdan keldi. Unda xato tushunib qilish, xato o'ylab qilish bo'lmaydi. So'ng biz hadisni olamiz. O'zining xato o'ylab, masalan, Hazrat Aisha xato o'ylab qoldi-ku. Undan Hazrat Aisha xato o'ylab qolishi ma'lum turdi. Biz shu rivoyat qilgan furdat salat harakatdan shuni bilamiz. Hadis Anas va Ibn Nujayh bu baksay emas balki. Bu Saimning to'g'rida kelgan hadis bu. Ro'zsiz kelgan narsa, u qasr qilish masalasi yo'q bunda. Balki ma'artiqolat kelgani aziz bo'lishi mumkin. Yoki
Meclisin birisi Ebu Necah'ın birisi Enes'in Jübleştiriyotgan bo'lsin. Lekin Abu Necah'nikini undaqda, lekin Enes'niki shu ro'zaning gapi bor unda. Demak, bu birinchi o'rinda bunda ixtiloflashdi. Albatta hamda bunda amaliy nimaga qarasak biz. Rasululloh bir qatimni to'liq o'qib boqmoqdi degandikinlar, bundan Rasulullohga mushul bo'yicha qilsa, eng afzal, eng to'g'risi shu bo'yicha qilsa. Ulamda yaqman Rasulullohning afzalligini qilib to'liqlab o'qiyotgan desak, bu sal bangvashlik bo'ldi. Safar degan zodi har qanday qulaylik kelsa, hozir aeroplanni safar qilsam, adamni qattiq charchib turdi. O'zgarib turadigan gap, bizdan so'ngin tushib ko'tarib qolgan gap, bizdan qo'saq och qoladi, yani charchaydi, uyqusizlik. Bu jafooniki Alloh taolo zaten kamchilik qilar. Bunda apu qilib sadiq qilyapsa, sen ya men bunda to'liq qidag'adimtin deb bunda shaklisang bu toza to'g'ri emas. Afdallik qilibdi Rasululloh. Hech bo'lmasa ba'zi vaqt qilib, ba'zi vaqtda joizini ko'rsatib qo'yishsin, uni o'qib qo'ydi. Hech qachon unda qilmaganlikqa biz tarafdan shu vojiblikni ko'rsatdi. Bunda Hanafiy mazhabininki jalliq qarash. Sunnat desakmi, sunnatga xilof holatda itmom qilish makruh albatta bo'ladi. وأما اختلافهم في الموضع الثاني وهي المسافة التي يجوز فيها القصر. قنچلك أرلق سفر قيسان قصر جائز ولده. فإن العلماء اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا أيضا. فذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعة كثيرة إلى أن الصلاة تقصر في 4 برد. 4 برد يا 85 كيلومتر تنش. 85, 84, 86, 87 kadar dedim. 84'ten 88 kadar bağlı. Ebu Hanife nasıl olsun? Ve ذلك مسيرة يوم بالسير الوسط. Yani şu 4 burud ne? Min Mekke ila Asfan, min Mekke ila Cidde dedi o. Yani şu 85 kilometre kıldı. Cidde ile Mekke'nin Asfan arlığı. Tut berid yani. Berid diyen adette bir poçta punkti olan yani bir poçta punkti vardı burun. Yani 25 kilometrede cidden. Mesela yer tapan mesela yugurub at çaptırıp 25 kilometre çaptılam kaç yetkizse o çapkandan sonra erip kalamaz mı? Onun başka yetkizdi. Müştine bakış. وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون أقل ما تقصر فيه الصلاة 3 أيام. Bunu şey 4 burud diyen alıdan. Lekin biyada azır Mavla bir günün normal maaş desem 3 günün maaşı dedi. 3 gün. Peki 3 gün maaş qanday desa 3 gün qonab, ondan tamoq etib yeb, uni aramlab, namoz o'qib, endi yana menda qilganni dedi. Yo'q, 3 kun indamasa balki ana shu natija. 3 kunda 85 kilometr maaşı. Wa innal qasra innama huwa liman sara min ufuqin ila ufuq. Bu menda bir jutdan bir jutqa yani bir resmi bir safar qildi degan bir joydan bir joyga rasmi yetkazib bir safar desa undan bu safar bo'ldi deb qaraydi dedi. Raus bir safar bo'lsa demakchi. Endi ahli zahircho al-qasr fi kulli safarin qariban kana aw ba'idan. Safar dedimi? Kichikkin safar olsimi safar. Xotandan Qashqada atsam safarmi shu. والسبب في اختلاف معارضة المعنى المعقول من ذلك اللفظ. Hadis kelgan lafz bilan aqli ma'ni ikkisilib qoldi dedi. وذلك أن المعقول من تأثير السفر في القصر أنه لما كان المشقة الموجودة فيه. Yani ma'na المعقول içinde jabba bad geldikten dedi. Kudruzu tasdik etsin. وإذا كان الأمر على ذلك فيجب القصر حيث المشقة. Bundan meşakkat bayada ondan qasr qilish kerak. Meşakkat yo'qda qasr qilmas kerak dinga chiqibdi dedim. Demak, bu shu cho'ngroq safarda unda meşakkat bor. Kichikina safarda yaqin yerga borishda unda 20 kilometr, 15 kilometr yerga borishda meşakkat yo'q dedi. Wa amma man la yura'i fi zalika illa Allah faqat. Lafziga mesela Allah zahirila. Bular qad qala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam inna Allah wada'a al-musafir as-sawm wa shatr as-salah. فكل من انطلق عليه اسم مسافر جاز له القصر والفطر. Musafirdan bunda ro'zalar namozning yerimini kechiribdi dedimi? Unda musafir degan shu kichikgina safar qilgan odamga o'sha yerda qasr qilish, ro'za tutmas joiz deb turibdi.
وأيدوا ذلك بما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في نحو 17 ميلا. Rasulullah 17 mil arlık safar qilsa qasr qildi deganni asos qildi. Bu 7 mil degan 30 kilometr atrofida. 30 kilometr atrofida bo'ldi. Va dhahaba qawmun ila Hazrat Aishaninki qarashini demakchi. Hazrat Aishaning qarashi nimatta? ila annahu la yajuz illa lil khaif degan qarash. Li qawlihi ta'ala in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru. Bu Hazrat Aishaning shart qarashi, ya'ni bu qo'rqinch ahvoldalar ila khaif degan bo'lishi mumkin, xamis emas. Qo'rqinch holdalar qasr qilish va boshqa yo'q deb uni nima qildi demak. Va qad qila innahu madhab Aisha mana. Yuqoriga Hazrat Aishaning qarashi shu. Yani qo'rqgan ahvolda qasr qilsa, bo'lmas qasr qilmaysa degan. Va qalu inna nabiy sallallohu alayhi vasallam innama qasara li'annahu kana khaifan. Rasululloh atrofida butun mushriklar qo'rshab turgan ahvol bo'lg'achqa Madinaning atrofida qasr qilganda. Wa amma ikhtilafu ulaika alladhina i'tabaru al-mashaqqa fasababu ikhtilafu as-sahaba fi dhalik. Mashaqqatga qarab turib ixtiloflashganlar sahabaning ixtiloflashidan kelib chiqqan bo'ladi. وذلك أن مذهب الأربعة برد مروي عن ابن عمر وابن عباس. Bu anda küçük seferinde meşakkat yok. Şu sonra seferde meşakkat var. Bunun ölçümü ne varsa, bunu Arbaat burudda ölçemez diyen sahabının ölçüsü ulan onda ixtilaf kirib chiqdi. İbn Umar ve İbn Abbas bula Arbaat burud deb munda rivoyat qilgan. Rawahu Malik. Ve madhabu salasat ayyam marwiyun aydan an Ibn Mas'ud ve Osman ve gayrihima. Ve 3 kunlik yo'l deganmi Musho Ibn Mas'udlar Osmondan rivoyat qilingan edi. Shunga bular ixtiloflashib qoldi. Hozirgi fatvoda asosan 80 kilometr degan shuni asos qilib berilyapti. 84, 85, 88 qadar. Nimaga chiqayotgan degan masala. Aşı şanın shuna status qilganlar. Sabarda mangannikin deylar. Mashina chiqdi, g'aqrab mangdi shunami. Mangannikin 2 kilometr maqlam Jay tushib bekat majoz qilgan namoz o'qilib qolsa, shaqasi qilib boshlagan. Rasululloh shu masjidi Zulhulayfada qasr qilishni boshlagan. 80 kilometr safarga otlangan chaqda, shu safar boshlangan chaqdan tortib safar qilish boshlandi. Allohu a'lam.